Flavis nima deya bu Flavis? Flavis. Assalomu alaykum Ahrorjon aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Hop, sizga bir ikkita o'zimizning milliy brendlarni ko'rsataman. Shulardan topganingizni, logotiplarini topsangiz, sizga sovg'alarimiz bor. Qimmatroqmi sovg'asi? Tayyormisiz? Albatta. Birinchi brendimiz Chicago. Taglik ishlab chiqarishadi. Taglik ishlab chiqarishadi. To'ppa-to'g'ri pampers demadilar, rahmat. Yo, buni bilmasam Qo'qonga tegishli brend. Perfetto, yo'q, buni bilmayman. Perfetto sovun, suyuq sovun ishlab chiqarishadi. Bu nom jihatdan nima, lekin bu naski chiqarishadi. Keyingisi Bu qurilish mahsulotlarini sotishadi. qurilish mahsulotlari. Birgalikda ishlab ko'rganmisizlar? Domstroyda bir marta reklama qilganmiz. Reklama qilgansiz. Flavis nima deya bu Flavis? Flavis. Ichimlikmidi? Ichimlik. To'ppa-to'g'ri. Bittasi topolmadim, Perfetto'ni topolmadim. Albatta foydalanib ko'ramiz supermarketlarga kirganimizda. Ahrorjon aka, milliy brendlarimizga befarq bo'lmaganingiz uchun sizga katta rahmat deymiz. Alhamdulillah. Mana bu sizga sovg'alarimiz. Domstroy. Mana bu Chicagodan. Rahmat. Zo'r loyiha bo'pti, milliy brendlarga haligi e'tiborni qaratib, odamlarni eslatib, hamma dunyo brendlarini taniydi, lekin milliy brendlarni ham tanish menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Avvalambor, to'g'ri, o'zimizning brendlarni yaxshi tanisak, keyin dunyo bizni taniydi. To'g'ri. Ahrorjon aka, bizga vaqtingizni ayamaganingiz uchun katta rahmat. Charchamanglar. Ishlarga omad.